Navoiy kon metallurgiya kombinati. Taraqqiyot, salohiyat va barqaror kelajak ramzi. O'zbekiston iqtisodiyotining mustahkam ustunlaridan biri. Milliy sanoatimiz faxri va jahon miqyosida tan olingan yirik ishlab chiqarish majmuasi. U nafaqat oltin ishlab chiqarish sohasida yetakchi korxona, balki innovatsiya, mehnat madaniyati va strategik tafakkur timsoliga aylangan ulkan sanoat maktabidir. So'nggi yillarda Navoiy kon metallurgiya kombinati faoliyatida barqaror rivojlanish tamoyillari izchil joriy etilmoqda. Ishlab chiqarish quvvatlarini modernizatsiya qilish, zamonaviy texnologiyalarni tatbiq etish, raqamli boshqaruv tizimlarini joriy qilish orqali kombinat o'z samaradorligini yanada oshirib bormoqda. Yil yakunlariga ko'ra kombinatda 134 trillion so'mlik sanoat mahsulotlari ishlab chiqarilib, o'sish sur'ati o'tgan yilga nisbatan 102.1% ni tashkil qildi. Oltin ishlab chiqarish 100.1% ga, kumush ishlab chiqarish 100.5% ga bajarildi. Kombinat yutuqlarining asosida malakali mutaxassislar, fidoyi muhandislar va mehnatsevar ishchilar turadi. So'nggi yillarda kadrlar tayyorlash, yosh mutaxassislarni qo'llab-quvvatlash, ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasini kuchaytirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu esa kombinatni faqat ishlab chiqarish maskani emas, balki bilim va tajriba maktabiga aylantiryapti. Navoiy kon metallurgiya kombinati xodimlari doimiy ravishda ilmiy-texnik nashrlar bilan ish olib boradi. Kompaniyada bugungi kunda 9 nafar fan doktori, 24 nafar fan nomzodi, shu jumladan 4 nafar professor va 7 nafar dotsent faoliyat yuritmoqda. 1962 ta ratsionalizatorlik taklifi va ilmiy tadqiqot ishlanmalari, ixtiro va foydali modellar uchun 248 ta patent olingan. Bu kombinatni ilm bilan rivojlantirish orqali yuqori samaradorligini ta'minlamoqda. Ishlab chiqarishni mahalliylashtirish va innovatsion rivojlantirish markazining tashkil etilishi esa ilmiy tadqiqotlarni ishlab chiqarish bilan uyg'unlashtirish orqali kombinatda resurslardan oqilona foydalanish, energiya tejamkor texnologiyalarni joriy etish va mahsulot sifatini yaxshilashga erishilyapti. Mana shu ilmiy markazimizda Navoiy davlat konchilik va texnologiya universitetining aspirantlari, olimlar bilan birgalikda mana shu yerda mahalliylashtirish dasturiga kiritilgan uskuna va ehtiyot qismlarini o'rganib chiqib, laboratoriya sharoitida keyin biz ishlab chiqarishga uzatib beramiz. 2024-yil 20-iyunda davlatimiz rahbari muhandislik tayyorlovchi oliy ta'lim muassasalari bilan yig'ilish o'tkazib topshiriq bergandilar. Uzoq muddatli amaliyotlar tashkil qilingan. Xususan Navoiy kon metallurgiya kombinati bilan bu amaliyotga chiqadi. Uzoq muddatda bunda talabalar ishga qabul qilinadi. Bunda talabalarga haq to'lanadigan amaliyotlar tashkil qilingan. Bundan tashqari talabalarimizga dual ta'lim tashkil qilindi. Davlatimiz rahbari tashabbusi bilan amalga oshirilyapti. Bevosita talabalarimiz borib, ilk kun ishlab chiqarishda o'sha olgan bilimlarini mustahkamlash uchun ko'nikmalarini oshiryapti. Bundan tashqari mana shu markazimizda kadrlar tayyorlash ham yo'lga qo'yilgan. Universitetimizdagi 7 ta yo'nalishdan talabalar alohida ajratib olinadi. Bu yerda tayyorlanadi kadrlar. Bu o'sha import qilinadigan detallarni talabalar o'zlari o'rganadi, tayyorlaydi, jarayonlarni to'liq o'rganib, o'shanga tayyor kadr bo'lib yetishadi. Konchilik sanoatida joriy etilgan texnologiyalar muntazam yangilanib, bosqichma-bosqich takomillashtirib borilayotgani yuqori natijalarga erishish bilan birga raqobatbardoshlikni ta'minlayotgani ham bor gap. Shu bois aynan kombinat tizimidagi korxonalarning o'zida Navoiy konchilik va texnologiya universiteti talabalarining texnoparki tashkil etildi. Amaliyot va ta'lim endi shu yerda bir nuqtada jamlandi. Bu davlatimiz rahbarining ta'lim va ishlab chiqarish hamkorligini ta'minlash borasidagi tashabbusi samarasi albatta. Yuqori samara beradi. Nima uchun deganingizda, talaba ishlab chiqarishga borishdan oldin texnoparkda o'z qo'li bilan shu narsalarni amalga oshiryapti. Ya'ni unga ko'nikma hosil bo'lyapti. Mana shu ko'nikma ishlab chiqarishga borgan paytda, demak, tez o'zlashtirishga yordam beradi. Muhtaram prezidentimiz mana shu tashabbusni oldinga surib, har bir hattoki talaba emas, o'qituvchilarimizga ham hozir malaka ko'nikmalarini hosil qilish uchun, demak, ishlab chiqarish korxonalariga borib, o'zlari dastgoh yonida turish kerak deb aytganlarda, o'qituvchilarimiz ham xuddi shunday amaliyotda amalga oshiryapti. Hozirgi kunda Navoiy kon metallurgiya kombinatini transformatsiyalash, uni zamonaviy kompaniyaga aylantirish ishlari davom etmoqda. Bu borada bir qator nufuzli kompaniyalar bilan hamkorlikda ishlar olib borilib, xalqaro reytinglar qo'lga kiritilmoqda.
2025-yilning fevral oyida kompaniya o'z tarixida yana bir yutuqqa ega bo'ldi. Jumladan kompaniyaga Sustainable Fitch xalqaro reyting agentligi tomonidan ilk bor korporativ ESG reytingi berildi. Bu bilan O'zbekiston tog' sanoatida ushbu reytingni olgan birinchi kompaniya Navoiy kon metallurgiya kombinati bo'ldi. Shuningdek, gender tengligini qo'llab-quvvatlash doirasida International Women in Mining xalqaro uyushmasi a'zoligiga qabul qilingani, CERT International tashkiloti tomonidan korrupsiyaga qarshi kurashish menejment tizimi xalqaro standart sertifikati berilgani kompaniya muvaffaqiyatlaridan hisoblanadi. Bir so'z bilan aytganda, bugun kombinat jamoasi o'z zimmasiga katta marralarni olgan. Jumladan, prezidentimiz tomonidan 2024-yil 22-mayda tasdiqlangan qarorda kombinatni 2030-yilgacha barqaror rivojlantirish dasturi doirasida oltin ishlab chiqarish hajmini 37%ga, kumush ishlab chiqarishni 10 baravarga oshirish vazifasi qo'yilgan. Bu mas'uliyatni chuqur anglagan korxona jamoasi yangi O'zbekiston iqtisodiyotini yanada rivojlantirish, jahon bozoriga raqobatbardosh, sifatli mahsulot ishlab chiqarish yo'lida fidokorona mehnat qiladi hamda yuksak marralarga erishadi.